Kelaver O'zodjon. Yonimga yur, yonimga. Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Nastreni bugun 100% deydimi, nima deydi? Sizlarga variantlarni chiqarish bilan xursand bo'laman. Sababi sizlar meni qo'llab-quvvatladingizlarki, o'ylaymanki, ha, tirik odamlar meni ko'ryapti deb xursand bo'laman. Zo'r bir narsa chiqaraman bugun, xudo xolasa ko'rasizlar. Korobka ham so'radingizlar, efirimizga obuna bo'lib qolasizlar. Korobkani ham chiqaraman. Bugun korobka bir 6 ta chiqadi. Hozir esa tayyor uyimiz 3 xonalik 5 qavatli imoratimizni 4-qavatda 80 kvadrat. Mana prixojiga keldik. Musofir do'stlarim meni sizlarga aytib o'tishim kerak, razdelni sanuzel alohida hamda 3 ta xonasi. 3 xonali qilishgan, 2 xonalik o'zi kvadrati katta bo'lgani uchun 80 kvadratdan ziyod. Sanuzeldan boshlaymiz. Glavniy eshigimiz juda ham zo'r. Eshiklari hammasiga e'tibor qilinglar, yaxshigina qurilish bo'lgan. Xudo xolasa remontdan zo'r chiqqan Eron kafellari 100% tepagacha chiroyligina chiqarib qo'yishgan, smestitelgacha. Kirasiz, maza qilib yashaysiz. Narxini xudo xolasa, bu yoqda esa bizani oshxonamiz. Demak, bir ko'ramiz endi. O'zodjon kelaver. Stiralka uchun joy ajratishibdi, komfortka bor. Demak, isitish tizimimiz ham bor. Duh kontur kotyolimiz. Shundoqqina derazani ochasiz. Mana sizga haqiqiy ko'rinish, mazza. Shayxul Olam masjidimiz. Aloqa bankining orqa tomoni 4-qavat. Aytib o'tganimdek, 80 kvadrat. Kelaver O'zodjon. Bir nimalarni ko'rsatamiz endi. Qo'llarni yaxshisidan tashlagan zamonaviy remont, to'liq yevro remont. Bu derazamizdan ham Shayxul Olam masjidimiz ko'rinib turibdi. Demoqchimanki, tepaligi baland, maza qilib yashayverasiz, yaqinlaringizga tarqating. 80 kvadrat. Shundoqqina urib ko'ring, korobkaning narxiga beraman mana shu uyni. Keling. Mana qo'limga hamma narsa, xudo xolasa 47.500 AQSh dollariga chiqaryapman, siz uchun albatta. Shu holatiga korobka narxini urib ko'ring. 5 qavatlik imoratimizni 4-qavati. Mana bu yoqda deski uchun alohida bitta chiroyli xonacha ham qilibdi. Buni ham ko'rsatasiz, chiroyli qandillar. Deski, bolajonlarimizni bu yoqqa xonasini qilishdan qo'rqmang, sababi derazasi tepadan ochiladi mana. Ko'rsatishimiz kerak buni ham. Qo'rqib o'tirishmasin. Demoqchimanki, pardani shundoqqina ochsangiz, ertalabki birinchi quyosh chiqishini miriqib yotgan bolajoningiz maza qilib tuyadi demoqchiman. Men bu yoqda esa bolajonimiz uchun общий 3 ta xonasi kelasiz. Razdelni sanuzel hammasini aytib o'tdik. Qolunlari, kuxnyasi, jihozlari qoladi. Shundoqqina 47.500 AQSh dollari. Shayxul Olam masjidimiz Buxoro shahar Sharq mavzesiga kiradi. Aloqa bank. Yo'q bo'lmasa Azmir klinika deyishar ekan. Azmir apteka, o'sha arzon aptekamizni yon tomonidagi chiroyli devordan 5 qavatli o'zi imoratlarimiz, lestnitsa, lift yo'q. 4-qavat, 80 kvadrat, 47.500. Savdosi kamgina bor, kelsangiz agar chiroyli qilib beraman o'zim qo'limga. Kelaverasiz, radiator batareykalarini qo'yishgan. To'liq yevro remont, xudo xolasa 100% aholi kechib keldi. Vot, hujjat hammasi tayyor, shundoqqina 30 ga o'tadi. Kelsangiz agar faqat naqd pulga. Yaqiningizga ilining, biza xizmatda. Xudo xolasa like bosasiz degan umiddaman. Pul so'raganimiz yo'q-ku, faqat qizartirsangiz bo'ldi. Salomat bo'ling.